Salom, sizlarni Ani Uzbek va bugun sizlar bilan Please Donut haqida gapiramiz. Please Donut nima u? Please Donut bu Robloxdagi o'yin bo'lib, bu yerda har xil odamlarga siz va ular sizlarga donat qila oladi. Robloxda. Robux bu Robloxdagi valyuta, Robloxdagi pul. Qanaqa qilib donat qilishlari, qanaqa qilib siz ularga donat hozir hammasini aytib beraman. Birinchi bo'lib, bizada mana bunday katta lokatsiya bor. Bu lokatsiyada hammani o'zini donatning anaqa joychasi bor. Bozor deysizlarmi, bozorcha deysizlarmi, sotuvchi joycha deysizlarmi? Shunaqa joycha bor. Bunaqa joychani qanaqa qilib qo'yishinglar bo'ladi. Mana просто kelasizlar va stendga qo'yasiz. Ha, aytgancha bambi Robux'i sraz qo'yilmaydi. Necha Robux qilinishi bu pluginalarni saytlarning ichiga kirib, akkauntingizga kirib, hamma narsasi nastroyka qilinadi. Agar shunaqa video sizlarga qiziq bo'lsa, обязательно like bosib, kommentar yozib qo'yinglar, kerakmi, yo'qmi. Va mana shu necha Robux kerakligini alohida qilganinglardan keyin sizlarga odamlar kelib donat qiladi yoki sizlar boshqalarga shunaqa qilib donat qilasizlar. Yana mapga kirsanglar, bu yerda har xil username'larni qo'yib, ularga offline donat qilsanglar bo'ladi. Просто niklarni qo'yasiz va unga donat qilasiz. Bu donatni yana bitta onlayn, offline deyishadi. Offline deysizlarmi, onlayn deysizlarmi, shunaqa donat turi. Masalan, menga mana kelib turadi. Mana. Olchich. Mana keldi. Robux keldi va menda 454 ta Robux hamma vaqt ichida kelingan. Do'stlar, bilib olishinglar kerak hozir. Agar keyingi videolar chiqsa ham, qanaqa qilib Robux sizlarga donat qilishlari bo'yicha bularni hammasi qachon kelishi Robuxlar srazu kelmaydi va Robuxlar masalan sizga 10 Robux donat qilsa 10 Robux kelmaydi. Sizga 7 Robuxmi keladi. Chunki Roblox bilan Please Donut bir-biri bilan shartnoma tuzishgan. Robloxga 30% qoladi. Ya'ni siz agar mana bu yerda 1 Robux qilib qo'yib qo'ysangiz, shu men keyingi videolar chiqaradigan saytdan 1 Robuxli narsa qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, sizga 0 Robux keladi. Agar siz 2 Robux qo'ysangiz, sizga 1 Robux keladi. Agar 3 Robux qo'ysangiz, shunaqa davom etib ketaveradi. Keyin srazu Robux akkauntingizda paydo bo'lib qoladi. 3 kun yoki 1 hafta ichida, ya'ni vaqt ichida keladi. Sraz kelib qolmaydi, vaqt kerak. Va kimlar donat qiladi? O'zi kimga kerak menga donat qilib desa, cho'nchagi to'lib ketayotgan Robuxga odamlar kiradi, boyvachchalar kiradi-da, odamlarga donat qilishadi. Sizlar просто turib yoki harakat qilib so'rab chiqishinglar mumkin. Eng ko'pi nima yozishimiz kerak, o'zi nima qilish kerak Robux olish uchun desanglar, mana Please Donut, Please Donut. Please Donut deb yozsanglar bo'ldi. Tipa masalan, chatni ochasizlar, qidirasizlar. Mana qaranglar. Angelok donated 25 to Toy Starks. Angelok degan odamni topasizlar, donat qilingan va uni oldiga borib Please Donut deysizlar. Keyin stand ko'rsat deydi, ya'ni bozorcha stand deyiladi. Shu bozorchani ko'rsat deydi. Ko'rsatasizlar, sizlarga donat qiladi. Aytib qo'yaman, 30% Robloxda qoladi. Qolgan foizi sizlarga Robux bo'lib keladi. Qolganlarga ham shunaqa qilib donat qilsanglar bo'ladi. Shunaqa kichkinagina video chiqdi Please Donut haqida. Bilmaganlar bilib oldi. Bir xil 121 Robux olib qo'yibmanmi? Unja qolmagan. Bir xil просто akkauntini qo'yadi-da chiqib ketadi.
qo'yadi, chiqib ketadi. Bunaqa qilishni tavsiya etmagan bo'lardim. Chunki просто так turganingizga hech kim danatan qolmasa kerak. Ну, video shu haqida bo'ldi. Mayli, hammaga rahmat.